Demek, ikkita zarra magnit maydonda aylanma harakatlanib, ikki yer va uch yer raziyalarni chizadi. Agar zarralarga ta'sir etuvchi yo'nalishlar teng bo'lsa debdi. Demak, F1 teng F2 haqida gap ketyapti. O'z navbatida bular bir-biriga teng bo'lsa, ularda o'zlari ham teng bo'lgan narsa bor, ya'ni markazdan qo'shma kuchlar m v kvadrat taqsim r radius m v kvadrat taqsim r1, buni r2 radius deb tursak, xo'sh, ular kuchlar bir-biriga teng. Kinetik hosil qilish bizga qiyin emas. Bunda 2 ni bunga ham 2 ni ko'paytirib yuborsak, nimani hosil qilamiz hozir biz? Bu y1 taqsim r1 narigi bo'lsa, y2 taqsim r2 bir-biriga tengligi kelib chiqib qoladi. Demak, ular bir-biriga teng. y1 taqsim y2 ni osonroq topar ekanmiz. r1 taqsim r2 ga teng bo'lar ekan. r1imiz 2r, r2imiz 3r. Demak, ularda qiymati hozir 2 taqsim 3. Demak, bizda javob A javobida turibdi. Agar zarra kinetiklarga teng bo'lsa debdi. Demak, y1 teng y2. Bunda formulamiz m v 1 kvadrat taqsim 2 teng bo'lishi kerak. M v 2 kvadrat taqsim 2 ga bunga r1 ni ko'paytiraman. r1 ni ko'paytiraman. Demak, ikkala tomonga ham r1 ni ko'paytiryapmiz. Bu r2 da bunga r2 ni ko'paytirib qo'yapmiz. r1. Demak, mana bu qism kuchlarni beradi. Demak, r1 f1 taqsim 2 teng bo'lishi kerak. r2 f2 taqsim 2 ga. Ikkilar qisqaryapti. Demak, f1 taqsim f2 teng bo'ladi r2 taqsim r1 ga. r2imiz 3r, buniki 2r. Demak, qisqarib bu 3 taqsim 2 chiqar ekan. Javob A javobda turibdi. Tebranish konturida kondensator zarrati kamaymoqda. Tok kuchining moduli qanday o'zgaradi? Demak, biz bilamizki, tebranish konturida kondensator bilan g'altak bo'ladi. Shu jihatdan gaplashsak, bunda asosan nima bor? Sig'im, bunda L induktivlik. Lekin asosiy narsalar bunda zaryad bor, bo'lsa tok kuchi bo'ladi. Va bu qism bizga elektr energiyasi haqida gaplashamiz. Bu qismda esa faqatgina magnit maydoni energiyasi bilan gaplashamiz. Magnit energiyasi. Demak, endi nima qilamiz? Xulosa, to'liq energiya teng bo'ladi. Nimaga teng bo'ladi? Elektr maydon energiyasi bilan magnit maydon energiyasiga teng bo'ladi. Demak, elektr maydon kamaysa, magnit maydon ortadi, magnit maydon kamaysa, elektr maydon ortadi. Hozir bizda kondensator zaryadi kamayyapti ekan. Demak, bu kamaysa, elektr maydon kamayadimi? Elektr maydon energiyasi kamayadi, demak, magnit maydon energiyasi ortishi kerak. Buning uchun I ortishi kerak bo'lib qolar ekan. Tok kuchini moduli ortadi. Demak, javob B javob. 33-masala. G'altakdagi tok kuchi qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Agar g'altak induktivligi 5 milligenri bo'lsa, unda hozirgi induksion EUKni aniqlang debdi. Demak, induksion EUKni formulasi delta phi taqsim delta t edi. Yoki bo'lmasam integral ko'rinishdan foydalansak, osonroq tushunamiz. D phi taqsim dt edi. Ya'ni oqimdan vaqt bo'yicha hosil olsak, bu kelib chiqardi. Faqat uni qiymati manfiy edi. Tok kuchiga
qarama-qarshi yo'nalishda induksion tok hosil bo'lganligi uchun. Demak, D phi ni o'rniga bo'lsa, biz bilamizki, uni formulasi Le ga ham teng dt. Xo'sh, induktivlik o'zgarmas, ya'ni vaqt bo'yicha o'zgarmaydigan kattaliklarga uchun L oldiga chiqib ketyapti. Demak, di taqsim dt bo'lyapti. Demak, uni topyapmiz. L ya'ni tenglamadan vaqt bo'yicha hosil olsak 2 tur yo'qoladi. Demak, 1/6. 1/6 paydo bo'ldi. Demak, minus 1/6 sig'im bo'lsa 5 bo'lsa, demak buni qiymati minusdan 8 millivoltga teng ekan. Javob B. 34-masala. Magnit induksiyasi 0,25 Tesla bo'lgan bir jism maydonga kiritilgan 20 cm yuzaga ega bo'lgan ramkadan 0,6 amper tok oqmoqda. Unga ta'sir etuvchi maksimal magnitni aniqlang. Demak, bizda keltirib chiqaradigan magnit maydondagi aylantiruvchi moment formulasi B S ga teng edi. Bizda Teslamiz 1/4, ya'ni 0,25 Tesla ekan. Tok kuchimiz 0,6 va yuzamiz 20. 10 üstü minus 4 metr kvadratga o'tsak. Demak, birinchi bo'lib 4 bilan 20 ketsa 5, 5 kere 0,6 bo'lsa, bu 3, 10 üstü minus 4 newton ko'paytirilgan metrni beradi. Demak, bizda javob javobda turibdi bunaqa qiymat.